Do'stlar, sizlar bilan bugungi streamda ko'pchilikga muammo bo'layotgan mod tortsa tushmayotganiga ko'rsataman. Ba'zi modda tushmasligi ham mumkin. Boshqatdan ba'zi ochasizlar. Metni kreativ o'tkazasizlar. O'tkazib turib 5 raqam chiqadi-yu, ashundan pasini yo'qib chiqamiz. Buni xohlasanglar yoqinglar. Bu balki tasdiqlaydi. Buni yoqsanglar. Qorong'i tushmaydi. Minecraftda. O'chirsanglar tushadi. Metdan xohlagancha mod yuklaysizlar. Xullas, Smash'dan yukladik, keyin ba'zi ham xuddi modlarni yuklaymiz. Xuddi modlarni yuklaymiz. Keyin kiramiz. Hozir streamga kirsa yoqamiz. Do'stlar, mana streamga kirib oldik. Kirib, endi muttashakkan usullarim kirdi. Mana bittasi mod. Mana ikkinchi modim. Mana 3, 4, 5 ta metta, 6 ta. Siz ko'rmaslari ham bo'ladi. 7 ta bor metta hozir chiqishi mumkin. 7 ta, 8 ta. Ba'zilar chiqmadi. 8 ta. 9 ta zombilar modi, 10 ta. Titanik ham bor. Mana aytgan sizlarga aytgan modlarim. Do'stlar, xuddi aytgan usulimda qilsanglar, ashak modlar yuklab olishlaring mumkin. Yana sizlarga mod kerak bo'lsa, Telegram kirasizlar. Modus Minecraft Jancha 888 deb yozasizlar. Xayobringda rasmi turgan bo'ladi. Xuddi shunga kirib, malitishkamga yozsanglar, aytgan modlarni topib beraveraman. Do'stlar, bo'lmasam ko'rishguncha keyingi videolarda kutib olinglar.